Endi növbətdə bizga Gulnaz Abduqadir xanım sözləb berdi. Tema diasporadagi Uyg'urlarning igilik tiklash proseslari haqida izlanish. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi meningki so'zlaydigan temam diasporadagi Uyg'urlarning igilik tiklash prosesi haqida izlanish. Bu kirish so'zi igilik tiklashning muhimligi hamda moliya boshqarish, o'zimizningki igilikni moliya boshqarishi, bundan kirgan qirmlarninki bulan tafsili ichiga kirib so'zlamay, mana shu meg'iz qildirib ketdi. Men hamda o'zim shu mablag' silish kasbida nurg'un yillar ishlagan bo'lgandan keyin 20-30 yil mushtum qilib basharulloh meg'izini boshlab ketay. Boylik to'plash va boylik taraqqiyot tarafida qandaq Müşna yuşrun, kirim mənbələri var. Qaysı tərəflərdən biz izləyişimiz gerek. Birinciden müşna işləyib doğan aksiya bazarda, Stock Exchange-lərimiz. Bir yerdə 10 nəticə minliğən, 20 nəticə minliğən, oxşumağın maliyyə kuralları var. Bunun qayımızda biz məbləğ qoysaq oldu, pay, çək, zayımlar, hər xil fanlar, pensiya pulları degəndək. Bunların kirgan kirimlər olsa, daramatlar kirdi, ösüm pullar kirdi, məbləğ sağandınki, məbləğinki ösüşü, ular kirdi. Ondan başqa nurgun muamele aparatları var. Bunları ençiklab hesablab kelgan chaqda o'zingizning ziyonliqqa, xatarlikka bardosh berishingizga bog'langan, o'xshamagan mablag' qo'yish asboblari. Ondan bizningki yer mulk, uy mulklar mablag' silish, uylarni ijaraga berib, ondan yangi uylarni, ziminlarni ichib yangi uy elib silish, bularga cho'ngroq mablag'lar ketadi. Yarım koniylarni elib, ularni yasab setib, ulardan chiqqan kirimlar, igilik tiklashning kirgan daromadlar, undan kirgan foydalar degandek bularni hammamiz undan bilamiz. Nurg'unlarimiz shu sohada ishlayotgan, jahondashlik qilayotgan. Ondan ma'rifninki, ma'rifga mablag' solgan chog'da qandaq bilimlarimizni emas, kirimlarimizni, boyliqlarimizni o'stirganni, o'qimaganlar bilan o'qiganlarninki ishlagan shirkatlardagi kirimlarning o'xshamaganligini, buningki muhimligini undan bilamiz. Ammo men iznib ko'rgan chog'da biz Uyg'urlarda kam yeri passiv kirim eqimlar. Bu tarafdan aytdi kam ekanmizda. Bu qaysilarni o'z ishiga oldi degan chog'da shu bizningki bilim mulk huquqini setib, mushundan qanday kirimlarni deb berish to'g'risida bizning Uyg'urlarning ichida kam ekan. Bunda bir necha taraflarni o'z oldiga oladi. Bunda masalan kitob yozib, kitoblarni setish, masalan Amazonga qo'yib qo'ysak KDP degan suqlar var. Undan boshqa muzik ishlab, buni nimiga oldirib, lisens qilib, knishkalashtirib, buni Spotify, iTunes, Music Library degan suqlar var. Bu yerga qo'ysak, muzikangiz har bir qitim setilganda, ya har bir qitim qo'yilgan chog'da, bunga sizga haq kiradi. Bu haq royalty'lerimiz İngilizce'de, Uygurca'dan da izin baksam muhakkak bir gap tapamadım, setiş hakkında deyip durayım. Ondan fotoğraf, her xil sanat buyumlar, özünüz yazılan, bularning hammasini shunday lisens qilib ep qo'ysangiz, buni sotilgan suqulari var, masalan, Shutterstock, Adobe Stock degan joylarda
koysanız münasebetlik şundaq suplağa ictimai toplağa kirip tizimge aldırıp kinişkisini elip bulardan kirim kirgizish mümkün. Andan özünüzningki mesela keşfiyatlığınız bolsa, icad qilgan bir işlerni icad qilgan bolsanız, bularninki şundaq lisensin elip bulardan çoğun kompaniyalarga, şirketlarga setib kirib nurg'un pullarni topqini bo'ldim. İkinciden pasif kirimninki ikinci mablag'ini so'rasi buningki shaxl setish, shaxl tip setish. Shaxl tip setish degan qanday deysanglar, masalan bir mashhur kompaniyaninki nemeler shunaqa mahsulotlar bo'lsa, masalan shundan ijozatnoma elib, shuni shaxl tip setib, bundan nurg'un pullarni topqini bo'lganda, masalan bundan bizningki Virginiyadan keldim dedim sizlarga, shu Virginiyada bizning Uyg'urlardan bor, burun bir hemşerimiz var ki oshxona ichib yaxshi kirimlarni qilayotgan. Keyin bu balon angizim xeyli yaxshi. O'zi tijorat qilgan xeyli kallasi bor yaxshi. Mushu Nestle degan xalqaro tanilgan bir yemak-ichmak shirkati bor. Switzerlandniki. Mushinki mushtaq shaxl setish ijozatnomasini elib, O'rta Osiyada, O'zbekiston, Qozog'iston ishtiroklarida shularninki mahsulotlarini setib yutib hozir. Burun necha oshxonani ichib, xeyli yaxshi kirimlari undan ketyapti. Endi maash kirgandan keyin yana necha daraja kirimlari o'sib, texmo turmushlari yaxshi bo'lib ketibdi-da. Shuning uchun biz biznes qilgan chog'da har xil yo'llar bor. Uyg'urlarning ichida oshxona ichish, do'kon ichishlar jiqaroq ekan. Bundaq ishlarda biz sal kamroq ekanmizda, shularda izlanishimiz kerak ekan. Buningda yo'shirin qandaq kirimlar bor. Bu bir shaxl setishninki bir tarbi. Andan boshqa licensing deymiz, shuni ijozatnoma knishka ib qo'yish. Masalan, sizningki bir nimani ijod qiladigan ideyalaringiz bo'lsa, bundaq bir nimani qila olayman deb, shuningki yasab tuzib chiqib, shuninkini licensini knishkasi ib qo'yish kerak-da. Undan keyin shuni ishlab chiqaradigan bir zavodlarni, korxonalarni tepib, shularga shu lisensingizni setib tursiz, ular ishlab chiqaradigan. Unga nurg'un kirimlar, nurg'un pullar keldi. Undan keyin har bir qitim mahsulot setilgan chog'da sizga passiv shunaqa kirim iqimlari kirib turadigan o'zingiz ishlamoqsizmi? Bundaqlar endi oldi bo'yicha siz ozroq vaqt, aql ishlatasiz, qilasiz, shuni qilib chiqargandan keyin keyingi hayotingiz o'ngayroq bo'ldi. Shunaqa kirimlar yoqdan azdan o'xshamagan kichik-cho'ng eriqlardan kirimlar eqib tursa, vaqtida davomli turmushingiz, moliya turmushingiz muqimliq yaxshi bo'lib o'tadi. Andın yumuşak detal lisensi, bunun da icazet geliş. Bunun da yumuşak detaldan lisens eliş. Bunun da mesela yumuşak detallarını özünüz layihələr yazıb çıxarsanız, bunun da mesela lisens knişklarını aldırıb qoysanız, buların üçün şirketler setib etsiniz, nurgun pullar buldu. Bu biz mən doğan Virginiyada bizim Uygurlar içindən qıldı bunu. Mesela bir Uygur braderimiz özü də işləvatqan 5-6'sı şundaq bir yumuşaq detalını icad qılıb, bunu Amazon'a setib etdi. Ularga nurg'unlagan pullar keldi de. Nurdan başqa yani şu grup icad qilgan balalarni qo'shib Amazon'a ish qilib, ularga shundaq shukur maash bilan ish berdi hozir. Bunun özləri məktəbdə işlətdi. Shuning uchun yosh bolalarimiz bo'libmi, shu elektrlik kompyuter jahonida, hozirgi zamonida shularni aytdi muhim o'yiniga qo'yib hayotiga. Andin buni qandaq lisens qilib, qandaq setib pul qilish o'ziniki shu bilim haqqini, bilim mulkini pulga aylantirishni muhim bir ish.
Yana birisi alayda icazatname deymiz, onu franchise. Özünüzünki mesela alayda maqsadınız olsa, ya bo'lmasa markalarınız olsa, ya simbollarınız olsa yasap chiqqan, tanlıq bolsa Uyg'urlarnikida, bular agar boshqa ishiltib, men seniki o'sha markamni boshqa bir yerdan bir ticaret başlayman desa, shuni agar siz lisens qilgan bo'lsangizda, kinchki og'iz olgan bo'lsangiz, uni bir muncha pul sotgan bo'ldim. Masalan, McDonald'larni oladilar dunyo bo'yicha. Hozir McDonald'ningki shu M degan shu simvolini elib, shuning ostida biznes qilish uchun 45 ming simvolini ishiltish. 45 ming dollar. Lekin McDonald o'zi ichish uchun cho'ng kichikligiga qarab 1 million 300 mingdan 2 million 300 minggacha o'xshamagan o'rinni qayerda ochqinimiz cho'ng kichikligiga qarab. Shuning uchun shu danliq simbollar bo'lsa, danliq markalar bo'lsa, shu o'zlar bir muncha pulga yaraydi. Lekin har bir odam ochganda shunday pullar kirib keladi sizga yaqin. Shu passiv kirimlar mushtaraklarda yana nurg'un bir va mushtaraklar so'zlab turay hozircha. Ondan boshqa ma'rifatga, muhoratga mablag'larni silish, taraqqiyot qilishtirishda, bundan o'zimizningki iqtisodimizningki chuqur ko'tarishi, chuqur maoshlarni elishi, bularni hammamizga ayin, buni bak cho'nqur izlab ketmay, cryptocurrency bor, yana shaxsiylarga pul qarz berib turib, pul tepish, konsalting qilish, to'g'ri dars o'tish degandek har xil qo'shimcha, o'zingizning xizmatidan boshqa yana qo'shimcha qiladigan yoshirin kirimlar yo'llari. Bularni hammasini o'ylashga to'g'ri keldi. Bu yerda bir necha misolni so'zlab beray. Endi Uyg'urlarning diasporada Uyg'urda nurg'un bizneslar bor ekan. Bizniki shu Washington DC, Virginia, Maryland atrofida aniqlab ko'rsam, bu yerda nurg'un bizneslar buning ichida eksport, import qiladigan, qurilish, kabinet yasaydigan, to'p setish, raqam bozasi, gul do'kon, to'ylarni, zallarni lohiyalash, mashin ijro berish, mashinlarni yasash, qatnash yo'llarga munozabat qilish, uy ko'chish kompaniyasi, Airbnb qilish, yasli ichish, maktab ichish degandek ish qilib har xil bizneslar bor ekan shu yerda. Qancha odam bor biz tarafda bilmayman, umumiy soni. Bundan men ikki misolni ikki shirkat bilan gaplashib ko'rdim. Birinchi bo'lsa, Mimis Uyg'ur restoran, Uyg'ur restoran Fairfax turgan. Bu kishilar, erkaklar ikkisi 35 yosh atrofidagi yoshlar. Bularning 4 o'g'li bor, hammasi 10 yoshdan tuvan bolalari. Yo'ldosh bo'lsa o'zi universitet o'qib, computer science o'qigan, cho'ng shirkatda 100 minglik maosh oldi, undan maosh oldi. Undan boshqa ham o'zim qo'shimcha biznes bor. O biznesni uylarni yasab setish biznesi. Yo'ldoshningki. Ayolninki uy mulklarni sotadigan lisensi bor. Kinishkisi, ijozatnomasi, uy mulklarni sota oladi. Undan boshqa bu ayolninki oshpazlik qilish, tamoq qilishga bir oshiqligi bor ekanda, muhabbati. Shuning uchun bular birinchidan Uyg'urlarning madaniyatini, tamomlarini ko'rsatib, shu boshqa millatlarga tanishtiramiz deb. Ikkinchidan o'zininki iqtisodni yana bir yuqori ko'taramiz degan nishon qilib, shu yerda bular bu biznesni boshlagan. Boshqa vaqti 2019-yil. Bular boshlashi bilan Covid boshlab ketib, nurg'un yaxshi menayotgan restoranlarni etilib ketdi vaqtlarda. Bular nurg'un qiyinchiliklarni beshdan kechirib, yo'ldoshningki computer science o'qiganligidan shu raqamlik bozorni ching tutib, to'g'ridan nimalarni qilib, tashviqlarni qilib, shu tarafdan ular ustib chiqib, biznesni nurg'un yaxshi menayotgan bizneslarni shon etib ketgan vaqtda mushular
ip minip ketdi. Hazırda şuna yaxşı minip atdı. Yaxşı minip özününki Uyg'urlarning madaniyatini haqlari tanıştırdı. Özünki iqtisadini yuqori ko'tarildi. Hozir shu Virginiyada yaxshi rayonda uylarni ilib bolalarni yaxshi maktablarga o'qityapti. Shuning uchun ikki yillik nishoni amalga oshdi degan gapda. O'ziniki tirishchilik bor. Bir ishga aralashishsi 4 biznes bor. 4 ishni qilib yetadi. İkinci misalim bularni bizim Virginiyada, Northern Virginiyada bularni şu 35 yaş etrafidagi ayollar. Bularning 4 qizi bor. Hammasi balığı boy bular. Bularning 4 qizi bor, ularning 4 o'g'li bor deganda. Bularni bu balımı kompüter o'qigan. Bunu cho'ng shirkatlarda 100 ming maoshini bundan ishlayotgan bola. Keyin qarasa shu nurg'un Uyg'ur yoshlar burun vatanda o'qib kelgan ijtimoiy banda o'qigan xizmat topolmay maosh to'lan pizza to'shib, xat to'shib degan bolalarni o'shalarni bir 100 minglik xizmatlarga o'rlashtirib qo'yaylik deb organizm masalasi ular bir maktab ichib kompüter qilgan. Bularni 19 yıl başlap kelib Covid'nin oldida. Bularni nurg'unlagan qiyinchiliklarni beshdan o'tkazib, bolalarni to'g'ri o'qitib, birdan bir o'qitib, sinflarda o'qitib degandek maktab bitirgan bolalarga ishlik bir ishga maslahat berib, tarjimonini yozishga yordam qilib, ishga chiqib bo'lgandan keyin xizmat vaqtida qiyinchiliklarga yordam qilib, qanday xizmat to'g'risida kompyuterlarni yozish to'g'risida. Bularni shu 5 yil jarayonida 400 o'quvchini tarbiyalab chiqibdi. 400'ninki 90% maktab bitirib, o'rta hisobda 120 mingdan maoshliq xizmatlar olishdi-da. Bularning maqsadi boshqalarni shunday shuqroq maoshli xizmatlarga o'rlashtirish, birinchidan, ikkinchidan o'ziniki o'z burun 120 minglik xizmat maosh olgan bo'lsa, hozir uning natijasi yuqori maosh ibodatda 4 bolasini yaxshi qilib, uylarni yaxshi qilib, xizmatlari yaxshi ketyapti, turmushlarini burunqidan natijasi shuqurlandi. Hozir bu kompyuterdami yeniliklar paydo bo'lib turdi, kompyuter o'qigan bolalarni sibildi. Uni davomli o'rganib turish kerak. O'zi o'rganib turish kerak, boshlab o'tish uchun. Shuning uchun bularni shunday davomli o'rgatib, bolalarni yana hozir ishlar o'rgashtirdi. Men 3-oyda ulardan gaplashgan chog'da, 3-oyda ular shu 3 oyda 20 xizmat talab ketgan bolalar, o'qigan maktabda degan bolalar. Hozir shu davomlashtirib. Bu ikkisi bo'lsa, bizningki shu Uyg'urlarning ishiga nurg'un bulardan chiq g'arblarni qozongan boshqa tijoratlar bor. Men bu ikkisini misol qilib so'zladim. Andin biz shu Yahudi jamiyatidan uyg'undigan nurg'un taraflarimiz bor ekan. Bundan izinib ko'rdim. Izinib ko'rib, men 3 xil tarafli uyg'undiganni bayqadim-da. 3 tarafdan uyg'undiganni. Birinchi bo'lsa, shu bularningki iyilik tiklashda. İyilik tiklashda bu Yahudi jamoatininki bizim uyg'undigan bir necha taraflari. Bular bu iyilik tiklashdan burun bozorning fursatini nihoyat inchga aniqlaydi ekan, qanday fursatlar bor. Ishini boshlamasdan turibdi. Bizda qanday fursatlar bor, qanday qilsak, qaysi biznesda yo'l ocha olamiz, qaysi biznesda pul topamiz deb. İkinciden bular nihoyat inchga shu o'zi ziyonini hisoblab chiqar ekan. Tekrar hesaplayotganda
Bunda qarşılığa təvəkkül qılmay, hesaplagan riskini, hesaplagan ziyanını, eğer ben hemimiz bir iyilikçiler başlarımızda pul tapımız, bayılımız da başlarımızda yanında iş kaysımız iyilikçiler kendi kalımız yemeyizden şunu da yapar. La eğer muşum ben diyenler olmay kalsam, olmay kalsam kançılık ziyanlı berdaşlık vereleyim. Munçilik ziyan bulsa öldürüp gitemdim, yani şu ziyanını türlep, yani başkadan mamalaydıgan mazarın var mı yok mu diyeni şunun aitli inçliği saklayırken. Üçüncüden şu yenilik yaratışka maslaşış, hem yaratış. Şularga yeniliklarga kandak erişiş. Biz Uygurlarni bu tarafta uygullanan tertibimiz bularniki neymiş için şundaq bir keng sahada bular g'aliblarni qo'lga keltirdi, muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi degan chog'da shu moslashish, texnologiyaga moslashish jonlig'i kuchli. Ikkinchidan shu o'zgarib turgan bozorning o'zgarishchanligini cho'nqur tushunganligi. Yaman mekanik bulup bir xillar manglayman emas. Bu bozorda o'zgartirish qanday moslashish, texnologiyada o'zgartirish qanday moslashish, shularni qanday o'rganish, o'sha ikki tarafdan aytib ta'kidlaydigan bir iyilik tiklashlardi. Ikkinchidan bularning shu maliyaga nait ahamiyat berish bularning madaniyatiga singib ketgan ekanda, cho'qim shu maliya muharratni taraqqiyot qilishda cho'ng mablag'larni solgan. Buningda bilimning roli, biz o'rgangan tarixi, bilimning roli faqat bir odamning iqtisodini ko'tarib qolmay, masalan, magistrlik unvonim bo'lsa, doktorlik olsam, meniki kirimim ishlayotgan shakldan bir daraja o'sdi. Faqat men uchun emas, butun o'sha jamoatni tam taraqqiy qilishga nayt muhim rol va ahamiyat var deb ko'rdik. Masalan, bizniki Virginiyadagi 10 ming Uyg'ur bo'lsa, 10 ming Uyg'urningki 80% magistrlik unvoni bo'lsa, bu qanday bir jamoat bo'ldi. Bularningki fikr yurishleri, ko'z qarashlari qanday bo'ldi, o'zim o'yladim. Eğer bu cemaat, onun cemaatinin 80% başlangıç oturuşta babam olsa, ya ismini düzelt yazarsa, bularının bir göz qarashtirganlar bu işler. Şunun için okuş, ma'rifqa mablag' silish o'zini yaxshilash emas, butun o jamoatni o'zingdek o'tchirdi. Biroq etmemish. Şunun için bir odamningki mas'uliyatchanligi emas, hammamizningki mas'uliyatchanligi deb tushunsak bo'lganda, shu ishlarningki mushunisiga qarab ağan savaşlıkın. Üçüncü tarafı bizim doğan taraf, ben bayramları inçke uzun modellik planlaş. Bularmış şu planlık iş kılış, inçke plan tüzüş, buların medeniyeti sınıf etmeyken. Bundan kılganın sebebi birinciden maliyeni mukumlaştırış, yaxşı plan tüzse. İkinciden muşu cemaatini taraf kılış. Üçüncüden evlatlar arasında baylıqni başquruş. Ben muşu sadece kışıgendikten nurgul vaxtlarda bilip gittim. Başka çocuklardan başkalardan. Mesela bu olsa bunda katlı bay edemdi. Dalsıp gelende muşu kaldı ya. Baldırın evresi gelende çağda kadar yok gettiği de yabancı yok. Kaçak başka cemaatlileri evlatlar gelende kaçak bütündü. O cüveytlarına kadar bir avlatdan kadam yuqur meniş tüvenlerimiz. Bu muşa şu medeniyetdeki sınıp ketken. Şunun için şu uzun müddetlik inçki planlaş, maliyeni mukumlaştırış, cemaatni tam ip beriş, hemmeden şundaq qısa, hem Uygurlar şundaq qısa, bir aile emas, hemmeden. Ondan şu avlatlar arasında baylıqni qandaq saqlab kelish hem bunu başka evlatlarını kaldırış. Ben masayası içik kişilikendiyken biz lawyerler bilen, advokatçılar bilen yakında masaj işlerimiz bunun da Amerika'da trust diyen birinin var, dynasty trust diyen birinin var. Trust diyen mesela
siz muş baylıqlarınızı kilak avlatlarga qo'yib qo'yishga bir nima ezib qo'yib qo'ysizdan qo'ygan chog'da buning har xil yezishi bor. Dynasty Trust degan siz go'da turib o'zingizning boylig'ingizni qanday ashab turib boshqara olasiz degan. Uni qanday desangiz, ashtan ichida turib yezib tayoq qo'ysiz, agar mening unchalik boylig'im bor, 100 million boylig'im bor, bu boylig'imni bolalarim, nabalarim qanday hashlaydiganga shularga siz huquq berasiz. Shu huquqni yezib lawyerlar bilan, advokatlar bilan tam bu mesib qo'yib qo'ysangiz hech kim buni o'zgartirmaydi, siz o'lib ketasiz, go'rinish turib o'zingizning boylig'ingizni boshqara olasiz. Shu bitim ma'noda ish qonun bo'lib ketgan narsa o'tkazdi. Shuning uchun ashuni yezib boshqa planlab qilmasangiz, sizningki bolalarınız, nabalaringiz ay o'zi ilqi bela qilmagandan keyin nani ishni ko'ring degan gap bor bizning. Anadek sal qayerga ketmagan pul bo'lgandan keyin halganchi hisoblab tugitadi uni. Har qanday tag'inini qo'llab tugab ketadi degan bir gap bor. O'z midrash kerakda o'zi. O'z midrashini satib, duglab qilgan pulni tugab ketadi. Shuning uchun bunday planlash biz uchun muhim ekan. Vaqtimiz o'tib ketdi. Ondan tushunigimni bir gap qildik. Men u tarafni tezsiz o'tib ketay. Madaniyat sazgurligi shu biznes tiklashda. Biz ham diasporada Uyg'urlar har xil davlatlarda yashaymiz, o'qishmagan madaniyatda. Shuning uchun biz har qanday yerga berib, ko'chmanlarning gapi chiqib qoldi. Biz Uyg'urligimizni qilsak bo'lmaydi. Shu yerlikdagi madaniyatga moslashishimiz kerak. Madaniyat ong bo'lishimiz kerak. Shularga o'zimizning chiqargan mahsulotlarimiz va mulozimatlarimiz shunga ham Uyg'urga ham shu yerlik madaniyatga xos bo'lgan bizneslarni qilishimiz kerak. Yerlik madaniyatni hurmat qilishimiz kerakda. Hurmat qilishimiz kerak. O'zimizning Uyg'urlarningki oliy janobini ko'rsash kerak yerlik madaniyatga. Bu ajab bunda haqqa deb qolmoq kerakda. And then networking. Munosabat tuzish. Uyg'urlarning ishida emas. Mesela Uyg'urlarninki sirtida o'zimizning tug'an davlatdagi boshqa madaniyatlar bilan qanday munosabatdan turg'izish, ular bilan qanday aloqalashish, shu yerdagi yerliklarninki talibidan chiqish, ularninki madaniyatini tushunish, shu yerdagi qonunlarni, ijozatnomalarni qanday qilish, shularninki yo'lini tepish, to'g'risida nurg'un izlanadigan taraflarimiz bor. 2 minut vaqtim bor ekan. Yana bir tarafi so'zlaydigan boyliq, moliyani planlash, boshqarish, taraqqiyot qilish, ma'noda shu qonuniy laysenslarni elish, ijozatnomalarni elish, shu yerdagi qonunlarga bo'ysunish, shu yo'llarni tepish, shuningki tilini bilish kerak. Ashuni hammani ravon bilgan chog'da nodagin biz shu yerda bizneslarni, tijoratlarni boshlay olamiz. Nurg'un ashtaqa ish bizningki Virginiyadami oshxona ya boshqa bir bizneslarni qilgan chog'da shu yerdagi laysens, ijozatnomani elishni bilmaydiganlar, yo'lini ochamaydiganlar, qayerdan boshlashni, qaysi ishga berib so'rashni, shularni bilmaydiganlarni aytib ko'rganda bularning yo'lini bilish kerak. Texnologiyada bizdagi yangiliklarda qanday moslashish, mayli o'zimiz ijod qilgan yangi chiqqanlarni biznesimizga kirgizish. Bayqaman degan misoldami, masalan, oshxonada yo'ldoshningki computer science'dan yaxshi bo'lganligidan Covid'dimi biznes to'xtab qolmay, boshqa bizneslar o'lib ketgan taqdirdami, bularningki oldiga surib manganligi, shu texnologiyani o'ziga moslashtirganligi, shuni inshaalloh ishlatganligidan bildirildi-da. Anadaki menimki mavzuda men ishlagan sohada, shu paketlarda, aksiya bozorda ham tuxumimizni bir sebab qo'ymagan degan gap bor.
Bu deganning sababi masalan 100 ming dollar pulingiz bo'lsa, siz aksiya bozor qilsangiz, eng bo'lganda 12 o'qishmagan tarafga pulingizni seling. Agar birisi tugab ketsa, yana birisi 50% qaytarsa, yana birisi 5% qaytarsa, o'ttir sonda yana sizga bunchalik qaytadi degan hisob bor. Shuning uchun manga qiziqdi, mana pulni manga silday deb qilib bo'lmaydi. Sosyal medialarga qatnashish degan, masalan, odamninki o'zining joyida har xil klublar bor. Bizningki Virginiadami Lions Club, Chambers of Commerce degan har xil biznes networklar bor. Ularga qatnashish mumkin. Ularni boya demay o'tibdiman. Bir yana bir Timo bularga vaqtimiz qoldi. Rahmat sizlarga. Ahırsıda eli qıdıqsın batdı. Ben bir saydım var şundaydı. Ma sözümden çıkıdı. Rahmet sizlarga. Mayda bir qo'yganim, men kishi vaqtimdan she'r yozishga qiziqardim. Buni bunday nashr qilish xiyolim yo'qdi. 2016-yili işte bir sizinki she'r to'plami 80 yoshga to'plangan, qabul qilgan ekan. Ben o'zimning ko'l she'rlarimni bir ratlab qo'yay deb buldu pensiya chiqqanligini 8 oydan ratlasam 200 necha she'r bor ekan. Shundan 110 ratlab bir tom qilib, shu yaqin arada Amazonga chiqdim. Sizlarningki setilishinglarni tavsiya qilmay chiqqan chog'da to'pqa sep qo'yma. Buningda Мәңгілік bağlanış, aile resimleri şu nimede şiir bilen ifadelengen. Rahmet sizlerge.